Arzon uyni tez ko'ramiz va tez sotamiz. Gorgazli ro'parasida joylashgan mahalladagi 4-xonadon, ushbu fayzli xonadonimiz 6 sotixdan iborat bo'lib, eng arzoni Qarshi kanalida eng arzon narxda qo'yiladi. Birgalikda uyimizning obzorini ko'rib o'tamiz. Hovlimizga kiraverishda 2-3 mashina sig'adigan alohida darvozaxona mavjud bo'lib, chap qo'l korpusda alohida 5 xonadan iborat xonadonlarimiz bor. Birma-bir ichlarini ko'rib o'tamiz. Kirgandan keyin kattakon terrasa mavjud bo'lib, chap qo'l korpusimizda birinchi detskiy xonamiz, ikkinchisi spalni xonamiz bo'ladi. Mebel texnikalari ham bor. Remontlarga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratni did bilan remont qilingan ekan. Bu xonamiz ham xuddi oldingidek ko'rganingizdek 2 xonali ekan. Eng asosiysi zalga bitta ahamiyat beramiz. Zalga ham juda ham mehr bilan akkuratni remont qilib qo'yishgan ekan. Mebel texnikalari ham bor. Patoloklari, devorlarni yaxshi remontlar qilib, pardalarni ham yaxshisidan taqib qo'ygan ekanlar. Hovlimizda kladovka qismi ham mavjud ekan. Hovlimizda ikkinchi korpusga keladigan bo'lsak, bu joyda ham ikkita xona va alohida hol mavjud bo'lib, birinchi xonamiz spalni. Spalnilarni ham yaxshisidan qo'ygan ekanlar. Mebellarni ham qoldiraman degandek qildilar. Ya'ni o'zingizlar podrobni gaplashib olasizlar. Sanuzellarni ham remontlari yaxshi qilib qo'yilgan ekan. Banyani ham ruskiy banya qilib, chiroyli remont qilib qo'ygan ekanlar. Letniy kuxnilari ham bor ekan, tashqi hojatxona va eng asosiysiga keladigan bo'lsak, ushbu hovlimizda 9 xona yashash uchun sharoit qilingan va 3 xona korobka holatda ham. Suvda, svetda, gazda muammo yo'q, chunki garaj tochka narxini aynan sizlar uchun eng arzoni Qarshi kanalida 79.900 dollarga baholab gaplashib qo'ydik. Srochni uy qidirib yurgan do'stinglarga like bosib jo'natib qo'yinglar. Bunaqa narxlar har doim ham chiqavermaydi. Bosinglar.